Kelajakda yaxshi hayot kechirmoqchiman. Orzularim bor. Qo'ysangchi bu gaplarni. Baribir befoyda. Yaxshisi bundan ol. Yo'q. Men kelajagimni barbod qilmoqchi emasman. Bu to'g'ri tanlov emas. Olmay qo'yindi buni. Qaydan ham kirdim men shu yo'lga? O'qisam bo'lmasmidi? Men senga aytgandim, bu to'g'ri yo'l emasligini. Tanlov o'z qo'lingda. Giyohvandlik emas, hayotni tanla. Giyohvandlik bu nafaqat inson hayotini izdan chiqaruvchi illat, balki butun jamiyat uchun xavf. Bu yo'lning oxiri afsus va umidsizlik. Lekin bizning tanlovimiz boshqacha. Biz sog'lom hayotni, mustahkam kelajakni, haqiqiy baxtni tanlaymiz. O'qish, sport, san'at biz uchun haqiqiy zavq manbai. Hech qachon unutma, har qanday qiyinchilikdan chiqish yo'li bor, lekin giyohvandlik yechim emas, balki muammolarning boshlanishidir.